Opa, bu hayotsiz baxtsiz nimada bilasizmi? Onamlar rahmatliga o'xshashibdi. Allohni suygan bandalar ekanmiz. Qarang, bugun 25-sentabr onamlar rahmatli olamdan o'tganlariga 11 yil bo'ldi. Jigarim, har doim shunaqa oqibatli bo'laylik. Farzandlarimizga o'rnak bo'laylik. Mana ota-onamizning haqlariga duo qilgan, umri badal qilgani jigarni umriga keldi. Farzandlarimiz ham xuddi shunaqa otasining onasining haqqiga duo qilgan farzandli bo'lsin. Men 3 ta opam bor. Hamma qabilalarni yaxshi ko'raman. Jonimni berishga tayyorman. Sizlarning ukanglar bor. Hech nimani o'ylamaylik. Jigarchilik tiklaylik, sizlarning rahmat tiklaylik. Jigarlarni borda qadriga yetinglar. Jigarlar g'animat. Bir joyda eshitib qoldim. Bir inson ko'chadan o'tib ketayotganda, "Mana shu uyda meni opam turadi" deganda, jahannamda qo'l yonmagan ekanda. Bitta duo qilib qo'ying. Ota-onamizga Alloh rahmat qilsin. Katta umr badallarimizni savobidan bahramand bo'lsin. Bolalarimizning rohatini Ilohim, Alloh. Hozir siz onamning haqlariga va otam rahmatli haqlariga umr badal qilamiz. Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Har bitta meni ko'rib turgan mana shu insonlarni opasi bilan, singlisi bilan, akasi bilan, ukasi bilan xuddi shu tavob qilish nasib qilsin. Yurakkinam ketmaymi? Menimcha bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak. Opanglarni, sininglarni olib kelib olib turib, Abdullohga qarab turib, ha? Jigarim. Ishoning, siz opangizga, singlizga bir ishlating, Alloh sizga ne qilib yetkazadi. Mazam jigar. boringiz shu rahmat.